Miyacha ko'prik sohasidagi juda katta o'simta ensa suyagini hamda chakka suyagini yemirib, pastga bo'yin sohasiga hamda burun halqumgacha o'sib kirgan. Bemor muntazam ravishda qon tomir qisilishi hisobiga miyaga kislorod yetishmasligi hisobiga muntazam ravishda hushidan ketib kelgan. O'simtani to'laligicha olib tashladik. Faqatgina miyaga ketuvchi hamda miyadan keluvchi bo'yin sohasidagi katta hajmdagi arteriya va venalardagi yopishgan qismi qoldi. Men limfa bezi bilan kelgan edim. U chap tomonim juda katta ishib ketib, hatto kekartayini bu tomonga surib qo'ygan edi. Yeyish, nafas olish qiyin edi. Hushimdan ketib qolardim, deb harakat qo'ysam. Hozir Xudoga shukr, mana bo'ynimda qurilish, qimirlash anchasi yaxshi. Men bu doktorni Instagramda topib olib keldim. Alloh rozi bo'lsin. Mana shunchalik yordam berdi. Bu kasalxonadagi nafaqat katta doktorlar, hatto hamshiralar, sanitariyalar bularni shirin suxanligi, ularning muomalasi, ulardan Alloh rozi bo'lsin.